Salam, telep ketibsan jonim qizim. Voy o'ynanib ketdi. Aka necha yosh bola? Bu kam aka 4 minut ishlab oladi, 4 minutda. Ha, Xonoboddigimi? Yes, kammi 4 minut aka, 4 minut. Bola qolib ketgan. Buna holatlar bo'lishi sababi shu pult yonib qoladi, passiv knopkasi yonib qoladi. Ha. Ha, bo'ldi. Salom. Qani? Bor. Salam, telep ketibsan jonim qizim. Voy o'ynanib ketdi. Voy. Qancha bo'ldimi? Ha. Qancha bo'ldi? Voy, onasini hamsan nima? Berimga soy bor suvni. Ha, suv ichilmagan suv kakirasan. Illiq. Men kene. Illiq mana, ochilmagan. Assalom, o'tqiz. Mashinaga o'tqizib qo'yavering, Telefonni oling. Voy, assalom, ey. Mashina o'tqizib qo'yish shamolida. Ha. Mashina shuna ozginaga havo aylantirib qo'yaylik. Ja, assalom, mana qalaysan? Onanib ketdi. Yaxshimisan? Onanib ketdi, assalom. Yo'q, ha, kelmoqchi. Nimadir yosh bolaga menda o'yinchoq nimadir yo'q ekan, ha? Uzr aka. Barnidan bering bitta. Bola qolib ketgan mashina yig'layapti, o'zi o'g'im ozgina. Yaxshi og'ayimni Abdushan Mosto ana qo'yib. Ha. Nurini. Elektrovoy. Ha. Bo'ldi aka. Rahmat aka, sog' bo'ling. Ha, rahmat. Aka, assalomu alaykum. Charchasiz. Bola qolib ketgan ekan, narsa berib oling. Mana. Jiya. Mana. Keling, sog' bo'ling. Ha. Ko'rayotgan bo'lsanglar holat yarim soat qolib ketgan ekan. Qopqon olib qo'y, ozgina olib qo'yasiz. Anaqani. Sog' bo'linglar. Ko'rganinglarda Gentra mashinasi ichida bola qolib ketgan ekan. Qo'limizda degancha ekstreni bordi. Agar shu mashinada ukamiz qilib qo'ygan bo'lsa, akalar memorimizni so'rayman. Bizning xizmatlarimiz hech kimga ilon kerak emas, kerak bo'lsa qilamiz. Borligiga shukr, meni qo'llab-quvvatlab, podдержка qilib turganinglarga bunaqa paytda maksimalni Allohning izniga bilan imkon boricha tezroq boramiz. Salomat bo'linglar, akalar. Borligiga shukr, meni qo'llab-quvvatlab, podдержка qilib turganinglar uchun. O'zimni qo'ng'ishchamni o'zim o'rgilay. Shu mashinani olib baraka toping, charchamanglar, salomat bo'linglar, akalar.